Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 2026-yil 3-yanvar chestomiz. Bugun bizga yana mana boshqalar yasagan tarozi keldi servisga. Shu tarozichi akalardan iltimos qilib qolardik, xalqni aldamasdan bergan garantiyalaringga yarasha shu garantiyani ichida tarozlarini qilib berishlarini iltimos qilib qolardik. Yana bular nezashto $50 rasxod qilib bizga kelib tuzattirib ketishyapti. Biz bu tarozini kimnidir ishini yomonlashmas akalar. Faqat bu yerda oddiy xalq qiynalyapti. Sizlarda tarozlarini arzon deb olishyapti, biznikini qimmatli qilib yana bari bizga qaytib kelishyapti. Shu qo'llaringdan kelsa shu tarozini qilinglar, bo'lmasa iltimos qilib qolardi, oddiy xalqni aldamaslarini. Kimgadir tarozi xizmatlari kerak bo'lsa, har qanday tarozilarimiz bor. Mana katta tarozi, mol tarozi, qo'y tarozi, har qanday tarozi xizmatlarimiz bor. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Turkiya tarozilar 2 yildan 5 yilgacha garantiya xizmatlarimiz bor. E'tiborlaringiz uchun rahmat.